Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz bilan tanishib o'tamiz. Aynan bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz ijtimoiy pedagogikada spirtli ichimliklarni iste'mol qilishga moyil o'smirlar bilan olib boriladigan ijtimoiy pedagogik faoliyat. Bugungi foydalanadigan adabiyotlarimiz Nodira Egamberdiyeva, pedagogika fanlari doktori, professor Nodira Egamberdiyevaning ijtimoiy pedagogika darsligi, Bahriddin Umarov, psixologiya fanlari doktori, professor Bahriddin Umarovni oila psixologiyasi va Oyinisa Musulmonova, pedagogika fanlari doktori, professor Oyinisa Musulmonovaning oila pedagogikasi asari va darsligi va Abdurauf Fitratning oila asari hisoblanadi. Biz aynan spirtli ichimliklarni iste'mol qilishga moyil o'smirlar bilan olib boriladigan ijtimoiy pedagogik faoliyatda foydalanadigan adabiyotlarimiz sifatida tanlashimiz, ko'rsatishimiz mumkin. Bu adabiyotlarimizda ya'ni o'sha birinchi spirtli ichimliklar iste'mol qilishga moyillik, ya'ni o'sha dastlab oilada muhit orqali paydo bo'lishini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni rejalarimizni ham kuzatishimiz mumkin. Bugungi rejalarimiz bilan tanishib o'ting. Ya'ni birinchi rejamiz spirtli ichimliklar iste'mol qilish muammosi. Ikkinchisi, bolalarning spirtli ichimliklar ichishining sabab va oqibatlari. Uchinchisi, bolalardagi spirtli ichimliklarga munosabat darajasi va to'rtinchisi, har bir darajadagi o'sha ijtimoiy pedagogik holatda yordam berish shakllari hisoblanadi. Hurmatli tinglovchilar, aynan ichkilikbozlik haqida to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni bolalar ichkilikbozligi qanday paydo bo'ladi? Bu illatni o'sha aynan bugungi kunda yoshlar o'rtasidagi keng tarqalishi va eng jiddiy o'sha ijtimoiy pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Bu aynan ijtimoiy pedagogik muammolardan biri hisoblanishiga sabab shundaki, bola o'zini qiziqishlari, o'zini o'sha kayfiyati, o'zini holatlarini kim bilandir bo'lisha olmaslik oqibatida paydo bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Endi aynan ichkilikbozlik tushunchasini qanday talqin qilinishi haqida to'xtalamiz. Bu ikki xil talqin qilinadi. Birinchi talqin, ya'ni tibbiy nuqtai nazardan ichkilikbozlik spirtli ichimliklar iste'mol qilishga o'sha yengib bo'lmas ehtiyojning paydo bo'lishidan surunkali kasallik vujudga keladi. Ikkinchisi esa ichkilikbozlikda o'sha ijtimoiy pedagogik nuqtai nazardan ichkilikbozlik spirtli ichimlikka ruju qo'yish bilan tavsiflanadigan va shaxsda deviant xulq-atvorni keltirib chiqaradigan xulq-atvor shakllaridan biri hisoblanadi. Bolalik davrida ichkilikbozlik muammosi, ya'ni shaxsiy ijtimoiylashuv jarayoniga bevosita ta'sir qiladigan jarayon hisoblanadi. Birinchidan, bu jarayon aniq ijtimoiy psixologik o'sha sabablar tufayli kelib chiqishi mumkin. Ya'ni oiladagi o'sha ota-ona munosabatini o'zgarishi, bola bilan muloqotmandlikning kamligi natijasida vujudga keladi. Ya'ni ikkinchi o'sha muammo bilan bog'liq holat esa deviant xulq-atvor kabi g'ayriijtimoiy hislatlarning kelib chiqishiga olib keladigan jarayon bog'liq hisoblanadi. Endi bolalardagi ichkilikbozlikni bir qator o'ziga xosliklari mavjud. Bular birinchisi, spirtli ichimliklarni iste'mol qilishga tez moslashish, ya'ni spirtli ichimliklarni iste'mol qiladi va u tez moslashadigan davra hisoblanadi. Ikkinchisida o'sha ichkilikbozlikni inson organizmida tez adaptatsiya hosil qilib tez rivojlanishi, ya'ni u tez moslashdi va endi ko'proq iste'mol qilishga moyillik paydo bo'ladi. Uchinchisida davolanishni samaradorligi, ya'ni o'ziga xos xususiyatga ega bu ham va to'rtinchi jihatda organizmning tez buzilishi hisoblanadi. Bu organizm tez buzilishi natijasida boladagi xususiyatlar paydo bo'ladi. Boladagi turli xil o'sha qaysidir organizmning funksional o'zgarishi paydo bo'ladi va bunga tezroq bola moslashib yanada iste'mol qilishga moyillik ko'payadi. Bolalarning spirtli ichimliklarga moslashishi asosan 3 ta davrga bo'linadi. Birinchi davrda bu bolalikning ilk davri hisoblanadi. Ya'ni 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davr bolalikning ilk davri hisoblanadigan bo'lsa, bola oiladagi muhit orqali o'sha narsani ko'rishi va oiladagi muhit orqali u ham iste'mol qilishga qiziqish davri hisoblanadi.
Ikkinchisi esa maktabgacha yoshda va kichik maktab yosh davridagi holatda, keyingisida esa o'smirlik davridagi holatda, ya'ni o'smirlik davrida jadal kechadigan o'sha davr hisoblanadi. Biz aynan o'sha bolalikni ilk davri sifatida 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan davrni qaraydigan bo'lsak, ilk bolalik davrida bola o'zini men konsepsiyasini rivojlantiradigan davr hisoblanadi. Bu aynan 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan davrda bola yon atrofdagi ko'rayotgan holatlari orqali tevarak atrofdan barcha o'sha tarbiyani olib boshlaydi. Ikkinchi davrda esa kichik o'sha maktabgacha yoshda va kichik maktab yosh davrida endi u o'yin, o'qish, mehnat, muloqot faoliyati bilan birgalikda o'sha iste'mol qilinayotgan mahsulotni qanaqa ta'sirlarini kuzatadi. Tashqi tarafdan iste'mol qilgan ichimlik, ya'ni spirtli ichimlik iste'mol qilgan shaxslarni harakatlarini kuzatib, u ham tatib ko'rishni, u ham o'sha harakatlarga taqlid qila boshlaydi. Keyingi davr esa bu o'smirlik davri hisoblanadi. O'smirlik davridagi jadal kechadigan jarayonda bola endi spirtli ichimliklarni ichishga moslash davrida o'smir, ya'ni 13-14 yoshdagi bola endi o'sha spirtli ichimlikni iste'mol qilishda qiziqishi bir qancha o'sha imkoniyatini o'zida paydo qiladi. Ichsa bo'ladi, men ham icha olaman yoki tengdoshlari tomonidan bolaga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'lishi, sen buni tatib ko'ra olmaysan, sen buni qila olmaysan kabi xususiyatlari bilan kuzatishimiz mumkin. Ikkinchi omil sifatida, ya'ni bolalarda mana shu maktabgacha va kichik maktab yosh davrida e'tiborni ko'proq qaratish va o'smirlik davridagi jadal kechadigan jarayonga bog'liq bo'ladi. Uchinchi jihatdan e'tibor qaraydigan bo'lsak, aynan bolalikni ilk davrida o'sha nima deydi, bolalardagi xususiyat, bolalardagi nima deydi, alkogollashuv ma'lum bir ixtiyorsiz tavsifga ega bo'ladi. Bu bir necha sabablarga ko'ra ro'y beradi. Ya'ni bola tug'ilishdan oldin, ya'ni homiladorlik va emizish davrida spirtli ichimliklar iste'mol qilish, mast holatda homilador bo'lish aynan bolalikni birinchi ilk davriga to'g'ri keladi. Ikkinchi holat esa bu bevosita homila alkogol oldida himoyasiz bo'lgan sababli u alkogolni miyaga kirishini bartaraf eta olmaydi va buning natijasida bolalardagi autizm holatlarini ham yoki bo'lmasam o'sha bolalardagi aqliy jihatdan kamchiliklarni ham kuzatishimiz mumkin va bolalar shu holatda ham tug'ilishi mumkin. Bunday bolalar garchi bolaliklarida hayot bilan vidolashmasalar ham butun umri davomida, ya'ni biz buni tug'ilish davridagi inqiroz bilan kuzatadigan bo'lsak, agar bu davr o'ta darajada oshgan bo'lsa, bola ko'p, ya'ni bir kun 3 kungacha yashay olmaslik holatlarini kuzatishimiz mumkin chaqaloq, va agar yashab ketgan holatda ham bolalikdan to umrining oxirigacha aqliy jihatdan zaiflik holatlarini ham kuzatishimiz mumkin. Autizm holatlari, ya'ni autizm spektr buzilishlarini kuzatishimiz mumkin. Imbetsil, idiot, debillik holatlari ham aynan mana shular oqibatida ham vujudga kelishini hisobga olishimiz kerak. Keyin bolalarda o'sha ichkilikbozlikning sabablari va oqibatlari. Ya'ni bolalarda ichkilikbozlik, ya'ni 0 dan 3 yoshgacha deb qaraydigan bo'lsak, ya'ni tug'ilgandan 3 yoshgacha deb qaraydigan bo'lsak, homila davridagi ichkilikbozlik homiladorlikning ilk o'sha 3-oyida spirtli ichimliklar iste'moli, ya'ni emizish vaqtida spirtli ichimliklar iste'molini kuzatishimiz mumkin. Bunda oqibat nima bo'ladi? Bolada epilepsiya, aqli zaiflik, jismoniy rivojlanish o'sha anomaliyasi yoki aqliy rivojlanish anomaliyasi vujudga kelishi mumkin. Keyingisi maktabgacha va kichik maktab yosh davridagi holat, ya'ni 3 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan o'sha sabab va oqibatlarni kuzatadigan bo'lsak, ota-onalarning pedagogik o'sha savodsizligi, ya'ni oilada ota-onaning tarbiyaga e'tibor qaratmasligi, oilaviy ichkilikbozlik an'analarining davom etishi, bu ham bolani o'sha rivojlanishi uchun ta'sir qiladigan jarayon. Oqibatda nima bo'ladi? Organizm alkogoldan zaharlanish, spirtli ichimliklarning qiziqishi paydo bo'lishi, bola buni tatib ko'rish holatlarini kuzatishimiz mumkin. Keyingi davrda bu o'smirlik va o'spirinlik davri hisoblanadi. Bu 9-18 yoshni o'z ichiga oladigan davr. Oiladagi noxush holat, ya'ni o'zini namoyon qiladi, ya'ni bo'sh vaqtdan unumli foydalanmaydi, ichkilikbozlikning oqibatlari haqida bilimlarni yo'qligi natijasida bola
iste'mol qilib boshlaydi va shaxsdagi ma'lum bir psixologik o'zgarishlar ham paydo bo'ladi. Endi bundagi oqibat spirtli ichimliklar mayil shakllanadi. U oldin istakdan o'tdi, endi u doimiy maylga aylandi. Qandaydir u tushkun holatda ham yoki qandaydir o'sha nima deydi, ma'lum bir o'zini fikrini aytib bera olmagan jarayonda ham endi u ichishni o'ylab boshlaydi va turli xil huquqbuzarliklar sodir etadi. Mast holatda turli xil o'zi bilmagan holatda, o'ylamagan holatda nima deydi, oqibatlarni keltirib chiqaruvchi, salbiy oqibatlarni keltirib chiqaruvchi jinoiy harakatlarni amalga oshiradi. Bularning barchasi o'sha bolalardagi ichkilikbozlikning sabab va oqibatlari hisoblanadi. Buni yana kuzatishimiz mumkin. Bu davrdagi ikkinchi maktab yosh davridagi, ya'ni kichik maktab yosh davrida bu narsa juda ham kuchayadi. Bu davrda agar ichkilikbozlik uyda davom etayotgan bo'lsa yoki oilada o'sha ichkilikbozlik muhitining paydo bo'lishi mavjud bo'lsa ham, ota-ona o'sha spirtli ichimliklarni farzandini oldida, bolalarni oldida tinimsiz iste'mol qilishi, u ota-ona o'zini xususiyatlarini bolaga, xulq-atvorini ko'rsatib bera oladi va bola endi o'zi uchun dezadaptatsion holatni vujudga keltiradi. Ya'ni qanaqadir nima deydi, o'zini xususiyatlarini ko'rsata olmaydi. Bolalar bu narsa uchun qiziqish ular uchun ota-onam qilyapti-ku, men ham qilaman degan nima deydi, xohishlar paydo bo'ladi va shu natijasida boladagi ilk o'sha spirtli ichimliklarni davomiylik davri boshlanadi. Biologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalardagi o'sha ichkilikbozlik irsiy jihatdan avloddan avlodga o'tmaydi, lekin mayil o'tadi insonda. U ko'rayotgan mayil unda ham paydo bo'ladi, u insondagi mayil. Endi bolalarda ichkilikbozlikning rivojlanishiga ota-onalarning yomon odatlari ham, oiladagi vaziyat hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Agar oilada hech kim o'sha bolani maktab hayoti bilan qiziqmasa yoki nomiga qiziqsa, uni maktabga nisbatan qiziqishi qanaqadir neytral holatda bo'lsa ham, biz bilamizki, ya'ni neytrallashish holatida ham ta'lim olishga nisbatan salbiy munosabat paydo bo'ladi. Bolani bu davrda, ya'ni kichik maktab yoshida turli xil sport to'garaklariga, qo'shimcha o'zi qiziqqan fan to'garaklariga yoki amaliy to'garaklar deganda texnologiya, chizmachilik, rassomchilik holatlarida, musiqa, pianino chalish holatlarida bolani to'garaklarga yo'naltirishimiz zarur hisoblanadi. 3-bosqichda o'smirlik va o'spirinlik davridagi asosiy sabablarda bunda biz aytdik, sabab oiladagi o'sha tarbiya hisoblansa, ikkinchi esa turli xil reklamalar va qanaqadir shaxsdagi muammolardan qochish holatlari va uchinchisi esa bola endi ichkilikka ruju qo'yish davri hisoblanadi. Ichkilikka mayli bor bolalarning 4 ta turi farqlanadi. Birinchi turi, ya'ni bola o'ziga yuqori baho bergan bolalar hisoblanadi. Ikkinchi turida esa shafqatsiz va agressiv xulqli bolalar hisoblanadi. Uchinchi turda esa amaliy hayotga ko'nikmagan, shaxsiy tashabbusi bo'lmagan, ya'ni bolalar bilan munosabatda yoki ijtimoiy jihatdan boshqalar bilan munosabatga kirishda muammolari bor bo'lgan holat hisoblansa, to'rtinchi esa turg'unlikka tushgan bolalar, ya'ni doimiy ichish holatiga tushgan bolalar hisoblanadi. Bu davrda 0 ga teng darajada, ya'ni biz bolalarni o'sha 4 ga turga ajratgan bo'lsak, 0 ga teng darajada juda kam iste'mol qiladigan bolalar turlarini ham ajratishimiz mumkin. Ya'ni bolalarni spirtli ichimliklar iste'mol qilishni boshlanganligini, ya'ni bola endi ichib boshlaydigan davrni bir nechta turlar darajaga ajratishimiz mumkin. Ya'ni birinchisida hali endi minimal darajada 0 ga teng darajadagi iste'mol qilish davri hisoblansa, ikkinchisi epizodik iste'mol qilish darajasi, ya'ni ichimliklar turlari bilan tanishish, u qanday ta'sir eta olishini kuzatadigan epizodik iste'mol darajasi hisoblanadi. Va keyingisida esa yuqori daraja 1 oyda 2 martadan ortiq iste'mol qiladigan davr hisoblanadi. Keyingi davrda esa o'sha ruhiy tobiylik darajasi, ya'ni mast bo'lishning ruhiy holatni istalgan holatda aylanishi, ichkilikka ruhiy qaram bo'lish yuzaga keladi va oxirgisida esa o'sha ichkilikka nima deydi, jisman tobe bo'lish darajasi, spirtli ichimlikni nazoratsiz iste'mol qilish darajasi hisoblanadi.
shaxsning o'sha nima deydi, qo'pol tilda aytadigan bo'lsak, qo'pol tushuntiradigan bo'lsam, shaxsni alkogollashuvi, ya'ni spirtli ichimlikni ko'p iste'mol qilishi natijasida aroqxo'rga aylanishi. Bu ijtimoiy pedagogikani spirtli o'sha ichimlik iste'mol qilishga mayli bor bolalar bilan faoliyat olib borishga doir asosiy yo'nalishlardan, eng katta muammolardan biri hisoblanadi. Bu davrda kuzatishimiz mumkin, adaptatsion, ya'ni bolani shaxsiy ijobiy xislatlarini rivojlantirish orqali bolalarni adaptativ xususiyatlarini tuzatishimiz mumkin. Ijtimoiy pedagogikada biz ijtimoiy pedagoglar aynan ana shu alkogollashuv jarayoni boshlangandan keyin bolalarni birinchi adaptatsion holatini o'zgartira olishimiz kerak. Boladagi shaxsiy ijobiy xislatlarini rivojlantirish, uni o'sha har bir kichik qilgan harakatlarni ham rag'batlantira olish va boladagi o'ziga nisbatan ishonch hissini ko'paytirib olishimiz kerak. Ikkinchi jihati bu vositachilik, ya'ni bola va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish va u jamiyat uchun kerakli shaxs ekanligini isbotlab ayta olishimiz. Uchinchisida biz reabilitatsion holat, ya'ni alkogolga tobe bo'lgan holatni bolani ijtimoiy reabilitatsiya qila olishimiz kerak. Va keyingisida esa profilaktik, bolalardagi spirtli ichimlik iste'mol qilishga salbiy munosabatni shakllantirishimiz zarur. Ijtimoiy pedagogik faoliyatning birinchi vazifalaridan biri o'sha tashxis qo'yish bo'lib, bolani spirtli ichimlikka ruju qo'yishning oldini olishga qaratilgan hisoblanadi. Bu vazifa o'sha spirtli ichimlik iste'mol qilishga mayli bor bola haqida axborot to'plash, qaysi bolalar kim orqali qanday spirtli ichimliklar iste'mol qilayotgani haqida ma'lumotlarni to'plash, ular bilan real shaxsiy xususiyatlarni o'rganish, bola oilasi to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish hisoblanadi. Keyingi, bolaga nisbatan salbiy ta'sir ko'rsatayotgan manbalarni o'rganish. Bolaga bugungi kunda nimalar salbiy ta'sir ko'rsatyapti? Bola nima orqali bu ichkilikbozlikni o'zi uchun doimiy maylga aylantirib olyapti? Bu jarayonda bolani nima sabab undayotgan salbiy omillarni o'rganishimiz kerak va bolaga ta'sir qilayotgan mikromuhit ta'sirini o'rganish orqali ham amalga oshirilishi mumkin. Ikkinchi vazifasi, ijtimoiy pedagog o'sha natijani oldindan ko'ra oladigan shaxsga aylanish kerak. Uning mohiyati shundaki, qo'yayotgan tashxisi ichkilikbozlikka mayli bor bola bilan ish olib borishning aniq ijtimoiy pedagogik dasturi ishlab chiqiladi. Demak, bu dastur bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak. Ijtimoiy adaptatsiya, korreksiya yoki reabilitatsiyani keltirib chiqadigan bosqich hisoblanadi. Uchinchi vazifada esa ta'lim-tarbiya. Albatta, bolada uning ijtimoiy pedagogik reabilitatsiyani davom etishi uchun yoki bo'lmasam o'zidagi ma'lum bir xislatlarni, ular yoshi kattalar yoki kattalar bilan xulq-atvori va faoliyatga pedagogik ta'sirini oshirish uchun bola tarbiyasidagi bo'shliqlarni to'ldirish kerak. Ichkilikbozlik muammosini yengib o'tish uchun u ichkilik iste'mol qilgan shaxslarni namuna sifatida ko'rsatish kerak va kelajakda bu ham shunga aylanib qolmasligini oldini olish kerak. Bu keyingi vazifamiz hisoblanadi. Endi ijtimoiy pedagogni keyingi vazifasi huquqiy himoya qilish. Uni mohiyati shundaki, ijtimoiy pedagog faoliyati huquqiy asosda ko'riladi. Oxirgi o'sha vazifalardan biri bu tashkiliy funksiya hisoblanadi. U ichkilikbozlikka mayli bor bola bilan ijtimoiy pedagogik faoliyat yuritishda turli mutaxassislarning ishtirokini talab qiladi. Chunki bu jarayonda ijtimoiy pedagogning o'zi harakatlana olmaydi. Bu o'sha bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun sharoitlar yaratadigan to'garaklar, ya'ni foydali faoliyatni tashkil eta oladigan, uni qiziqishlarini oshiradigan to'garaklar, jismoniy mashqlar ham kiradi. Keyingi vazifamizda kuzatishimiz mumkin, kommunikativ vazifalardan biri. Bunda ijtimoiy pedagogik faoliyatda u ko'pgina ishtirokchilar o'rtasida turli xil aloqalarni o'rnatish va keyingi vazifada esa profilaktik funksiya bo'ladi. Ya'ni erishilgan ijobiy natijalarni mustahkamlaydi va ichkilikbozlik alomatlarini paydo bo'lishini bartaraf etishga harakat hisoblanadi. Mana kuzatishimiz mumkin, aynan ijtimoiy pedagogik jihatdan biz spirtli ichimliklarga mayli bo'lgan moyillikni keltirib chiqaruvchi va moyillarni shakllantiruvchi jarayon bevosita oiladagi kichik mikromuhitda va o'qituvchi ijtimoiy pedagog hamkorliklarida kuzatishimiz mumkin. Bugungi ma'ruzamiz shulardan iborat edi. Tinglaganlaringiz uchun minnatdorman.